Keling, suhbatimizni bu gal ham ChatGPT dan boshlaymiz. Bu sun'iy intellekt chatboti juda mashhur va ko'pchilikka yaxshi tanish. Undan foydalanish uchun chat.openai.com saytiga kirishingiz kerak. Lekin avval tizimga kirish, ya'ni akkauntga login talab etiladi. Shundan so'nggina siz bosh sahifani ko'ra olasiz. ChatGPT dan foydalanishning ikkinchi yo'li copilot.microsoft.com orqali. Bu ham ChatGPTning bir ko'rinishi, lekin Microsoft tomonidan taqdim etilgan versiyasi. Interfeysi, ya'ni ko'rinishi biroz farq qiladi, ammo asosi xuddi o'sha model. Uchinchi usul telefondagi ilovalar orqali. ChatGPTning rasmiy mobil ilovasini yuklab olib, shu yerda ham oson foydalanish mumkin bo'ladi. To'rtinchi usul Edge browser orqali. Uning yuqori o'ng burchagida Copilot belgisi bor. Shu yerda siz sun'iy intellekt yordamchisidan to'g'ridan-to'g'ri foydalanishingiz mumkin. Tizimga kirganingizdan so'ng siz o'z suhbatlaringiz tarixini ko'rasiz va yangi so'rovlar, promptlar kiritish orqali ChatGPT bilan muloqotni boshlashingiz mumkin. Bu uni virtual yordamchi sifatida ishlatish imkonini beradi. Hozirgi kunda ChatGPTning turli versiyalari bor. Masalan, ChatGPT 3.5 bu bepul versiya. ChatGPT 4o yangi, aqlliroq va pulli premium versiya hisoblanadi. Pulli va bepul versiyalarning farqi haqida. Bepul versiya asosiy funksiyalar bilan ishlaydi, lekin imkoniyatlari cheklangan. U orqali tasvirlar, matnlar va hujjat xulosalari yaratilishi mumkin, lekin bu miqdorda cheklangan bo'ladi. Yuklama yuqori bo'lganda bepul versiya sekin ishlashi mumkin. Pullik versiya esa albatta ustuvorlikka ega. Qisqacha aytganda, hatto bepul versiya orqali ham ChatGPT dan yaxshi foydalanish mumkin, ammo kengroq imkoniyatlar uchun pullik versiya foydali bo'ladi.